Albatta, og'ir kechgan o'yinda g'alaba qozondik. Bunaqa turnirlarda raqibdan oldin hayajonni yengish birinchi o'yinda talab etiladi. Buning ustida juda ko'p ishlarni olib bordik, lekin shunga qaramasdan baribir yosh futbolchilar hayajon o'yin davomida sezilib turdi. Hisobdan kelib chiqib o'yinni nazorat qildik deb ayta olaman. O'sha 2-0 g'alaba qozonayotgan paytimizda kerakli paytda himoyalanishni ham bildik. Bu oldindan o'ylangan reja edi. Futbolchilar o'yindan oldin murabbiylar tomonidan aytilgan barcha to'liq ko'rsatmalarni bajarib berishdi. Buning uchun ularga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Raqib jismonan o'ta kuchli jamoa edi. Shuning hisobiga biz ko'proq taktik hamda o'sha o'yinni tezlashtirishni reja qilgandik. Birinchi taymda bu narsalar amalga oshdi. Bu futbol, bunda emotsiyalar bo'ladi. Mana kuzatayotgan bo'lsangiz, shu kungacha mana 8 ta 9 ta uchrashuv o'tgan bo'lsa, hamma uchrashuvlarda futbolchilar kerak bo'lsa qizil kartochkalar olyapti. Endi biz o'yindan oldin bu narsalarni tushuntiramiz, ogohlantiramiz. Har bitta epizod bo'yicha futbolchilar bilan ruhiy holati bo'yicha alohida ishlaymiz, lekin o'yinda baribir yosh bilan bog'liq deb o'ylayman. Lekin bularni ko'rib chiqamiz. Eng muhimi g'alaba qozonish edi. Buni futbolchilar uddalashdi.